Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani, bolajonlar, nega o'z uyimizni tartibli tutishimiz kerak? Chunki tartib huzur, halovat va qulaylik beradi. Nega ota-onaga yaxshi so'z aytish muhim? Chunki bu ularni xursand qiladi. Qani, kim aytadi? Nega o'z va'damizda turishimiz kerak? Chunki bu ishonchni mustahkamlaydi. Nega begona narsalarni olib qo'ymaslik kerak? Chunki bu halollik belgisi. Qani, bolajonlar, nega tabiatga chiqib o'ynash foydali? Chunki toza havo sog'lig'imizga yaxshi ta'sir qiladi. Nega yomon odatlardan uzoq turish kerak? Chunki ular sog'lig'imizga va odobimizga zarar keltiradi. Qani, kim aytadi? Nega kichiklarga mehribon bo'lish kerak? Chunki bu yaxshi inson bo'lishning belgisi. Nega har kuni suv ichish muhim? Chunki suv tanamizni sog'lom saqlaydi. Qani, bolajonlar, nega ertalab nonushta qilish kerak? Chunki bu bizga kun bo'yi kuch-quvvat beradi. Nega maktab qoidalariga rioya qilishimiz kerak? Chunki qoidalar tartibni saqlaydi. Qani, kim aytadi? Nega bir-birimizga yordam qo'lini cho'zish kerak? Chunki yordam berish qalbimizni poklaydi. Nega shukr qilish yaxshi odat? Chunki bu barakani oshiradi. Qani, bolajonlar, nega yo'lda ehtiyot bo'lishimiz kerak? Chunki bu xavfsizligimizni ta'minlaydi. Nega yaxshi do'st tanlash muhim? Chunki yaxshi do'st bizni ham yaxshilikka chorlaydi. Qani, kim aytadi? Nega ishni oxiriga yetkazish kerak? Chunki bu mas'uliyatni bildiradi. Nega kattalarning duosini olish kerak? Chunki duo baraka keltiradi. Qani, bolajonlar, nega sinfda jim turish muhim? Chunki bu darsga diqqat qilishga yordam beradi. Nega birovni masxara qilmasligimiz kerak? Chunki bu odamning ko'nglini og'ritadi. Qani, kim aytadi? Nega sog'lom ovqat yeyish kerak? Chunki bu sog'lig'imizni mustahkamlaydi. Nega yomon ishlardan o'zimizni tiyishimiz kerak? Chunki bu bizni yaxshi inson qiladi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.